Hop, quyonni qochirish juda oson bo'lar ekan. Hozirgina qochdi. Zo'r qanaqa bo'ldi, xudo xolasa. Endi yana bir marta qo'yamiz. Hozir shu holatda ham bir marta qochishini ko'ramiz. Videoga olamiz. Uzoq kutilgan jarayonda mana shu quyon eslaysiz, kletkada yotardi. Hech qochmaganda yesilen dorini suvga qo'shib berdim. 1 litrga 1 grammdan qilib foydasi bo'lmadi, bir hafta kutdim. Hop, keyin nima qildim? 1,5 milligram yesilen olib, o'sha 1,5-2 gram suv bilan qo'shib ko'rsatib hatta dorilar turibdi menda. Mana shu dori. Shuni menga shu quyonchi o'qib Ali quyonchi adashmasam, Ali quyonchi ekan. Maslahat berdi Telegramdan. Xullas suvga soling dedilar o'sha. Mana shu dori. Men shundan xullas yarimta olib, men o'sha eskirib ham qoldi qarang, 1,5 milligram olib turamanda. Oxirigacha suv tortamanda. Og'ziga mana shu jo'nataman. Og'ziga shpritsi tiqib turib, anaqa bo'ladi ko'z. Anaqa bo'ladi. Og'ziga shpritsi tiqib turib, sekin mana sekin og'ziga qo'yib yuborasizda, og'ziga qo'yib olib, keyin sekin mana bunda o'ynatasiz, mana bu yoqqa bunday qilasiz. U qilib yutib yuboradi shu berganingiz. Keyin yana bunday qilasizda, yana buni o'ynatasiz. Buni o'sha bitta akani YouTube kanalidan ko'rdim. O'shaqa bo'lib, shunaqa qilib 3 kunmi, 4 kun berdim, 4 kun. Keyin hozir qochdi mana bu. Endi yana aniq qilyapti. Shu ko'ringlar, hozir shu qochganini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana. Ko'rdingizmi? Mashallah, yiqilib tushdi. Endi hozir sal tezroq qochib ketgandek bo'ldi. Lekin boyagisida yiqilib tushib, qochmagandi. Ona qo'yim shu erkak yiqilib tushgandan keyin ona qo'yim, mana bu ayol qo'yim birpas turgandi yonida. Hozir endi yugurib bordi. Inshaalloh bo'ldi, qochdi bu. Chotki bo'ldi, inshaalloh. Rosa kutuvdik. 9-mayda bu tuqqan edi, shu o'lik tug'ilgan edi bolalari. Ya'ni o'ldirib qo'ygandi xullas. 9-may, bugun 1-avgust. Bilasizlarmi? Qancha? iyul, avgust, 3 oy, pashti 3 oy. 3 oy 8 kun kam 3 oy ekanda. Shundan keyin qochdi. Xo'p, shunaqa bo'lganmiz. Bo'ldi, buni olib qo'yaman. Xudo xolasa, mana bu quyonim istaysiz bo'lsa beni tuxib bolalarni o'ldirib o'lib qolgandi. To'qqiztasi. Bu keyin 17 kundan keyin qochdi. Qanaqa bo'ldi? Tug'dimi 2 kundan keyin o'sha suv nimasiga, suvga yeselenni berishni boshladi. Yeselenni berdim, qo'yurdim. 15 kun bo'lganda bir harakat qilib qo'ydik, bo'lmadi. Keyin 17-18-kuni qochdi. Ya'ni o'sha 17-18-kuni nima bo'ldi? Ya 13 kundan, 15 kundan xullas qochdi-da. Suvni berib bordim, pastlarini berib bordim. Qochdi. Hop, nima uchun narigi quyon 3 oyda qochdi? Mana bu 15 kunda qochdi. Desam, ikkalasi ham bo'lmasa ikkinchi qochish edi. Birinchi qochishda mana bu o'zi nima tabiiy yo'l bilan qochgandi mana. Lekin mana shu quyonim sal qo'rqoqroq. Tabiiy yo'l bilan qochgan edi. Shu ikkinchi qochishi anaqa bo'lmadi. Yaxshi bo'ldi-da. Hop, mana buni birinchi qochishi sun'iy bo'lgan. Ya'ni u qochish nimaligini bilmaganda o'zi uchanchi, как бы qilib jo'natib qo'yishganda, qilib qo'yishgan, xullas ana zo'rlagandek bo'lganda. O'shanga birinchisi nimaligini bilmaganda, ikkinchisida mana inshaalloh chiroyli bo'ldi. Xo'p, men bu quyonim o'sha bolalarni tuqqanidan keyin 1 yosh, 1 oylik bo'ldi bolalari. Oldim, 1 oylik, 2 kunlikda bo'lgandan keyin oldim. Alohida setga, keyin 2-3 kun yotdi. Unga ham shu yer selenni berib qo'ydim. Keyin bu ham qochdi. Buni boshi zo'r bo'ldi. Bir muddat tirs bo'ldi. Shundan erkak quyon bordi. Bu shundan uni qildida, qiyshaydi-da, to'g'rilab berdi xullaslar. Uni to'nqayib xullas, hammasi chiroyli qilib berdi. Bo'ldi, ishing tugatdi tezroq dedi. Tez bo'ldi-da xullas. Chiki-piki bo'ldi, tushundingizmi? O'sha
ya'ni tabiiy yo'l bilan qochdi birinchi marta, ikkinchisida o'sha tezroq bo'ladi, osonroq bo'ladida tabiiy yo'l bilan qochsa. Sun'iy bilan qochdi, u ikkinchisi ham anaqasi juda qiyin bo'ladi. Qo'yinlar qochishi. Tabiiy yo'l bilan qochishi keyingisi ham qiyin bo'ladi va hokazo. Uydagi oyijon mana shuni so'yamiz bo'ladi. So'yamiz deb o'tirdi. Aytdim, onam qo'ygani go'sht borku, go'sht qolmasa keyin so'yamiz deb o'tirdim. Turursin dedi. Xo'p, so'yamiz bo'ladi. So'yamiz deb ko'p aytuvdilar. Ona kutaylik bir pas tursin. Mana bir hafta vaqt berdik, ona deb o'tirdimda. Xullas shunaqa bo'ldi. Omon bo'linglar, charchamanglar. Mashalloh yozib qo'yinglar. Barakasini bersin deb qo'yinglar. Xursand bo'ldim, xudo xolasa. Bular tug'sa endi men bilan o'xshatib o'ldirib qo'ymaymiz. Chiroyli qilib qarab, inshaalloh bularni shu bolalarini hammasini nima qilishni boshlaymiz. Mana bolalarga mana bunaqa narsa yemini berdim. Ana shu yemini yeyapti-da. Anaqa yemayapti. Ana o't ozgina quriganni ozgina beryapman. Shu yemini yedilar bo'lman ko'rdim. O'zlari tap yeyishdi. Shunaqa ahvol. Charchamang, omon bo'linglar. Mana ajratib qo'ymasam hozir ular mashib bo'lib ketadi.